Yaqinlarimni bir duolarini oladigan aka-ukalarimiz yaqinroq kelinglar ekranga. Sizlar bilan bugun umra safari haqida gaplashamiz. Necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, qanaqa safarlar, ziyoratlar, ibodatlar bo'ladi, hammasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yaxshi chegirmali narxlar bo'ladi, xudo xolasa videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, chegirmali narxlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. 14 kunlik umra safarimiz bo'ladi, xudo xolasa. 3 kun Madinada bo'ladi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari bilan, Makkada 11 kun bo'ladi. 3 mahal o'zbek milliy taomlari bilan. Bu standart plus paketimiz, komfort paketimiz ham bor. Xudo xolasa. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Gostinitsa oraliq masofasi standart plus paketimizda 200-300 metr atrofida bo'ladi Madinada, xudo xolasa. Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Komfort paketimizda Madinada 100-200 metr atrofida bo'ladi. Madinada xudo xolasa gostinitsamiz. Makkada 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Sharoitlari yaxshi sharoitlar bo'ladi, xudo xolasa. Komfort paketimiz faqat 1 kun 27-yanvar kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reys bo'ladi, xudo xolasa. Standart plus paketlarimiz bugun 16 bo'lsa, 17-yanvardan bugun ham bor. 17-yanvardan boshlab 31-yanvargacha seshanba, chorshanba kunlari Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bir haftada 2 kun, bir haftada 1 kun Namangan, Jidda, Namangan premyer reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda kunora Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, joylaringni operatorlarimiz bron qilib, chiroyli qilib ishlarni bitkazib berishadi. Chiroyli qilib, xudo xolasa borib ibodatlar qilib kelasizlar, xudo xolasa. To'lovga keladigan bo'lsak, bank shot raqam tashab berishadi operatorlarimizga aloqa qilsalaring Telegramdan. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Cheki bilan zagram pasportlaringni rasmiy olib tashab bersalaring, joylaringni o'sha eng yaqin kunlarga, sizlarga to'g'ri keladigan kunlarga rejalashtirib, chiroyli qilib joylaringni bron qilib berishadi, xudo xolasa. Endi ziyorat, sayohat, ibodatlarimizga keladigan bo'lsak, 10 taga yaqin xudo xolasa ziyorat, sayohat qiladigan joylarimiz bor. Birinchi bo'lib Payg'ambarimiz Razavdan ziyorat boshlanadi, xudo xolasa. Keyin Xurmo bog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Qizil dengiz va Toyif shaharlariga ziyorat, sayohat, ibodatlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Toyif shahriga chiqib kelganingdan keyin ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Bu menimcha har bitta ziyoratchimizga, har bitta bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga qiziq bo'lsa kerak, chunki bitta to'lov qilasizlar, 2 marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Firma tomonidan, Centrum Holdings firma tomonidan bitta to'lov evaziga bepulga beriladigan sovg'alarimiz, bular har bitta ziyoratchimizga bejik beriladi. Kamzil beriladi. Mana shunday kamzilimiz bo'ladi. Keyin so'mka bo'ladi. So'mka va o'sha zarur dokumentlar sovg'asalar bo'ladi. Juda ham sizlarga qulay, o'sha bo'ynlaringga osib olib bemalol kerakli narsalar sovg'a olasizlar. Foydali bo'ladi, xudo xolasa. Har bitta ziyoratchimizga qaytib kelayotganlaringda, xudo xolasa 5 litr zamzam suv beriladi. Bu o'sha uydagilar olib kelib xursand qilasizlar, xudo xolasa. Litsenziya N0014 bemalol MyGov'dan tekshirib olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa hammasi qonuniy litsenziyaga ega. Kelib tanishsalaring ham bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor, rasmiy kassa bor. Xohlasalaring to'lovda agar Farg'ona Marg'ilon yaqinroqda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, o'zimiz o'zbek so'm pulida bemalol kelib to'lov qilaverasizlar. Endi eng kulminatsion jarayon narxiga keladigan bo'lsak, komfort paketimiz o'zi aslida $1100 sotishimiz kerak. Sizlar uchun $50 tushib qo'ydik. $1050 qilib beramiz. Komfort paket 27-yanvar kuni 1 kun bo'ladi. Iloji boricha tezroq aloqaga chiqinglar. Operatorlarimiz joylarini bron qilib berishadi. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reysda uchasizlar, xudo xolasa, premyer reysda. Komfort paketimizda Madinada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi sharoitli gostinitsalarimiz bo'ladi. Chiroyli ibodatlar qilib kelishlaringizga yordam bo'ladi, xudo xolasa. Standart paketimiz, standart plus paketimiz 17-yanvardan 31-yanvargacha $1025 deb belgilandi. Agar mabodo vizalaring bo'lsa, $925 dan qilib beramiz. Standart plus paketimizni $950 dan qilib beramiz. Komfort paketimiz agar vizalaring bo'lsa, $100 minus qilinadi. Standart plus olsalaring ham, komfort olsalaring ham, agar vizalaring yetadigan bo'lsa, misol o'sha 15 kunlik, 20 kunlik qolgan bo'lsa, borib kelishga yetadigan bo'lsa, bemalol o'sha $100 kamiga sizlarda yuborsak bo'ladi. O'sha operatorlarimizga aloqaga chiqasizlar, joylarni bron qilib berishadi, vizalaring bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q. Bemalol komfort paketimiz $950 qilib beriladi. Standart plus paketimiz $925 qilib beriladi. Bu menimcha har bittalaringga juda yoqadigan joyi, chunki $1050 dan to'g'ri chiqarayotdik standart plus paketni.
$25 tushib qo'ydik. To'g'risi arzonladi. Sizlar uchun harakatdamiz. Bitta kommentariyaga inshaalloh ota-onamni, yaqinlarimni, oila a'zolarim bilan birgalikda boraman deb yozib kelsalar, juda ham xursand bo'lamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, tanish bilishlarga, qarindosh urug'larga tashab qo'yinglar. Nimadan komfort paketdan $50 kamiga bo'ldi. Bir 10 kishi bo'ladigan bo'lsalaring $500 yonlayinga qoladi. Hatto misol sovg'a salom olsalang bo'ladi uyga. Xo'p, bundan tashqari chamadonlaring 20 kilo olsalaring bo'ladi. Ortiqcha to'lov qilmaysiz, hech qanaqa to'lov bo'lmaydi. Qo'llaringga 5 kilo olsalaring bo'ladi. Ketayotganlaringni ham, qaytayotganlaringni o'sha samolyotda 20 kilo o'sha talojini hech qanaqa ortiqcha to'lov olinmaydi. Endi undan oshib ketadigan bo'lsa to'lov bo'lishi mumkin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Yana ham bundan ham chekinmay narxlarni ko'rishguncha doimo sog' bo'linglar. Bundan tashqari yana bitta savol bor sizlarga, to'g'risi kommentar yozib ketasizlar. Kecha kuni bitta video chiqdi. Nimada umrada mana shunaqa no'qat beryapti deb. Endi meni shaxsiy fikrim, yana bilmadim, balki noto'g'ri gapirayotgandirman. Umraga ibodat qilingan boriladimi yoki ovqatlangan boriladimi? Mana shu savolimga javob berib ketsalaring juda ham xursand bo'lardim, to'g'risi. Menimcha har bitta ziyoratchi, har bitta bizni kuzatayotgan odam orzu qiladi. Ko'pchilik misol bormagan odam bo'lsa, boraylik, ota-onamizni olib boraylik, ota-onamizni jo'nataylik, yaqin qarindosh urug'larimizni jo'nataylik, O'zbekiston haqqiga bir duo qilib kelaylik. Mana shu vatanimiz tinch bo'lsin, yaxshi bo'lsin, to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin deb niyat qilib kommentariya yozyapsizlar, ko'ryapmiz. Kommentariyada yaxshi so'zlar yozyapsizlar, yaxshi narsalar yozyapsizlar. Inshaalloh biz ham boraylik, farzandlarimizni, oilamiz bilan boraylik, ota-onamiz bilan boraylik deb yozyapsizlar. Endi atga borgandan keyin ovqat yegan boriladimi yoki ibodat qilgan boriladimi? Mana shuni kommentariya fikrlarni yozib ketsalaring juda ham xursand bo'lamiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Mabodo kami ko'p bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosib, kommentariya fikringizni yozib, qarindosh urug' tanish bilishlarga tashab qo'ying. Menimcha manfaatli bo'ladi har bittalaringga. Tanjonlaring sog' bo'lsin, sog' bo'linglar.